Yunusobod 11-kvartal. Lokatsiya shundoqqina megaplanetdan kirib kelish. O'rtoqlar, hammamizga shunaqangi uylar nasib qilsin. Uyi avtoturargoh, zakrytый dvor, bog'cha, barcha qulayliklari bor. O'rtoqlar, uyimiz 10 qavatli новстройки binoni 3-etaji. 74 kvadrat, 3 xona, kirib yashashlik uchun tayyor mebel texnikalari bilan o'rtoqlar. Planerkani tanishtiradigan bo'lsak, kirganimiz, prixoshkamiz, раздельный sanuzel o'rtoqlar. Ko'rishinglar uchun hojatxonasi, buni yonginasida hammomi. O'zini prixojniy shkoplari qildirilgan, barcha qulayliklar bor. Mana bu muhit qaranglar. Ko'rasizlar? Mягкий zona, TV zona idealniy bo'lib turibdi-yu hamma joy. Yonginasida esa ayol qizlarimiz uchun shunaqangi chiroyli qilib, shinam qilib oshxonalarni qilib qo'yilgan. Bu tomonda ko'rasizlar, детский spalni. Buni yonginasidan kattalar yotoqxonasiga kirsak bo'ladi, o'rtoqlar, ko'rasizlarmi? Hamma mebel texnikalariga e'tibor beringlar. Qilingan dizayn, ishlatilgan mebellar, materiallar barcha sifatli, juda ham bir необычный bo'lib turibdi. Idealniy degan so'z menimcha mana shu uyga to'g'ri kelsa kerak. Narxi keladigan bo'lsak 134 ming. Pastdagi raqamlarimizga bemalol aloqaga chiqib batafsil ma'lumot olib savdolashsalaring bo'ladi. Bizlarni kuzatib borishda davom etinglar. Shu videoga like bosishni unutmanglar.